Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizda yangi oshxona mebelimizni olib kelib Stanopga qilib bitkizdik. Bu oshxona mebelimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumaniga o'zimizni ham qishlab olib kelib Stanopga qilib bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni 3 etajli fasonda akril materialda Kashtan firmani akrillardan ishlatib, ichlariga rossiyskiy laminat ishlatib Stanopga qilib bitkizib berdik. Bu oshxona mebelimizni razmeri, narxigacha aytib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ylab, xudo xolasa chiqarib borayotgan videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa chiroyli ishlarda chiqarib borishda davom etamiz. Xo'p, bu oshxona mebelimizni 297 sm joyga Stanopga bo'ldi. Bu tomoni burchagimizdan bu tomongacha 190 sm joyga Stanopga qilib bitkizdik. Bu joyimizda mo'ykasini qo'yib berdik. Рабочий stol, pechka joylar bor, tevasida ishlatgani. Kafellarini bu tomonga bosdik, bu tomonga devorlar bo'yidan bosib qo'yilgan ekan. Vishilkalarni qo'yib, cho'ntaklari, magnitlarini chiroyli qilib Stanopga qilib bitkizib berdik. Mana shu holatda chiqdi. Bu oshxona mebelimiz poldan o'lchaganda balandligi 2.70, o'rtasiga och seriya akril ishlatdik. Turba ruchkalarni qo'yib, chekkasi plastmassa kromka bo'ldi. Osha-moshalari vakuumli. Har bitta detalimizni pechatigacha olib kelib Stanopga qilib bitkizib beryapmiz. Mana shu holatda chiqdi. G'aladon tortmalari ham vakuumli bo'lgan. O'z tortaveradi eshiklarimizgacha. Mana shu holatda. Tevalari ham chuqurgina joy bo'lgan. Ancha idish-tovoqlar sivoradi. Bu joyimizda aristoni bor edi. Aristonni chiroyli qilib o'rab berdik. Mana shu holatda chiqdi. Kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Borib o'lchash, Stanopga qilish shu kelishilgan mebel narxining ichida bo'ladi. Bu oshxona mebelimizni o'sha narxi 8.400.000 so'mga tushdi. Mana shu holatda buni ichida kafeli keldi, vishilkasi, diod chiroq, cho'ntak, taxtakashi, magnitlari bor. Bu joyimizda qo'shib solingan patnislarigacha keldi. Mo'ykasi, savatcha, geli bor edi. Xonadon egasi semestitel gaz vitichka bilan pechlarini olib chiqib o'rnashtirib qo'ydik mana shu holatda. Video davomida xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib sizlarga taqdim etib boryapmiz ishlarimizni.